qilyapti, mana qarang. Ona. Nima deyapti? Yordam so'rayaptimi? Ha, o'tga kelmayapti, yemga kelmayapti. Olib chiqaymi, diagnoz qo'yamiz. Mana ko'ryapsizmi? Uga qo'yda qarab tursangiz mehr bilan, hech qachon qo'y nobud bo'lmaydi. Hamisha dog' qilsangiz bo'ldi, qarang. O'zi aytayapti chekkada, yordam so'rayapti sizdan. Olib chiqing tashqariga. Mana, yemayapti deyapsiz-a? Yemayapti. Shu diagnoz qo'yish uchun ko'zini oching, birinchi. Ko'zini oching uka, mana. Pasini oching. Nima bo'lyapti? Qop-qora qizil bo'lib ketgan, ko'ryapsizmi? Uji stima bor qo'yda. Ich buzilish bor, ichi og'riyapti. Tishini g'ichiratyaptimi? Bu og'riyapti. Endi ikkinchisi, orqasini ko'rsating. Ichi o'tadi bo'kkan qo'ydi. Oching. Olingchi halat. Mana 100 talik bo'kkan bu qo'y. Ko'ryapsizmi? Bo'kkan oshqozon buzilganda endi bu yerda hozir salkam 400 ta hayvon turgan bo'lsa, 400 taning ichida qaysi biri bo'kadi, navbat bo'kib chiqadi hammasi bir qator. Bu mana qara zakazit. Mana zakazit. 10 gram ichiring. To'xtang, tashqariga chiqib ketmasin. Qalay bo'ldi? Har soatda 10 gramdan ichirib turing 3 marta. Xo'pmi? To'xtang, qonini massaj qilib tashlang endi. Taydan ko'tarib. Ujicha bo'lsa ham buzilsin hali ichkilari, ana shunday ishni. Bo'ldi, to'xtang, qo'yib oling, bo'ldi. Har soatda shuna qilib, jicha massaj qilib turing. Hech bo'lmasa bir 2 minut bo'ptimi? Qo'yib oling. Agar butun bug'dek yeganda suvda olib qo'yardi oldin. Zafar nima